Alo. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Murat akasizmi? Ha, men kim bu? Terrorizmga qarshi kurashda ishlayman, Murat Maradi. Tushunmadim. Terrorizmga qarshi kurashda ishlayman, men Murat deyman. Ha, qaysi rayondansiz? Tushunmadim. Tushundim. Ha, tinchlik nima bo'ldi? Nima qilay? Alaysiz Murat aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz keting. Ha? Sersovetga yo'q, keting sersovetga. Sersovetga? Nima masalada? Sizga qarshi kurashda keting yo'q, siz. Qani, poveska bormi? Sizga poveska telefon qo'yaman-ku. Menga poveska bering, kechirasiz. Mana to'g'ridan-to'g'ri hol ko'chadaman, ish bilan yuribman hozir. Qayerda ishda yuribsiz? Shaxsiy ishlarim bilan yuribman hozir. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Xo'p, kim bilan gaplashyapman? Siz ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosiz, organ xodimisiz. Kim? Eshityapman. Men diktafoningizni o'chirib qo'ysangiz bo'lardi. Yaxshi zo'r odatlaringiz bor ekan-da sizni. Yaxshi odat. Terrorizmga qarshi kurashchi boshlig'iman, yana hurmat etaman. Siz keting. Ish bor sizda. Povetkani sizga mana shu qo'lingizga tutqizaman keyin. Bu yoqqa keling. Hozir shaxsiy ish bilan yuribman. Men hozir ishni tashlab sizga bormayman-ku hozir bu yerda. Poveska berishingizmi? Men sizga bu yoqqa kelsangiz poveska beraman, yo'q qo'lingizga qilsiz sizda. Men shaxsiy ish bilan yuribman hozir deyapman. Qayerda? Qattaligim nima qilasiz hozir? Men endi kelmoqchimsiz hozir oldimga? Ishim nima qilib meni? Murat aka, men bilan normalniy gaplashing, o'ynashmang-da. Men sizga hozir o'ynashyapman. Men siz bilan o'ynashyapman yoki maynamochlik qilayotgan joyim yo'q hozir. Men sizga prekrasno tushuntiryapman. Terrorizmga qarshi kurash bu jinoyat qanaqa ishdan bo'lsangiz ham, men sizga tushunarli qilib aytyapman. Qo'pol ma'noda aytayotgan joyim yo'q. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, qonunga bo'ysunuvchi fuqaroman. Qonuniy ravishda menga poveska jo'nating, men aytgan joyingizga yetib boraman. Bo'lmasa kelmaysizmi? Yana menga nimaga o'rta savol berasiz? Men sizga tushuntirib aytib o'tyapman. Siz hozir kegiz yo'qmi oldinga? Shaxsiy ish bilan yuribman ko'chada deyapman. Nimaga men tushunmayapsiz? Siz kegiz yo'qmi? Kelmayman deyim bo'ldi. Men sizga bo'lsa keyin chora ko'raman. Men sizga kelmayman deyotganim yo'q. Men sizga tushuntirib aytyapman. Poveska bering, boraman. Siz poveskani yana bir odam aytaman. Bu yoqqa keling. Men sizga bu yoqqa poveska yozib beraman qo'lingizga. Bu yoqqa keling deb qashta gaplashamiz keyin. Poveskani mashta beraman. Birinchidan shaxsiy ish bilan yuribman hozir. Bu poveskani xabar topmasangiz, siz bilan aloqa bo'lmasa, ilgari zamonlarda telefon yo'q paytda kelinardi, o'zi yo'q bo'lsa poveska tashlab ketilardi. Men sizga aytaman, men sizni o'zingizning telefoningizni topdim. Telefon qilib aytaman o'zingizga. Yo'q, keling desa yana poveska deysiz. Men telefonimni chaqirganingizga, men uçanaqa nima deydi, yurib boravermayman, bu yoqda ishimni tashlab turib birinchidan. Ishda mana men sizni idoraga chaqiraman, siz keling, yo'q. Siz qaysi rayonga qarashlaysiz hozir? Men ishonchli telefon qila qolyapsiz hozir. Men mana shunaqa bezovta qilyapti, bu poveska bermasdan mana shunaqa chaqirishga majburlayapti deyman, talab qilyapti deyman. Xohlaysizmi shunaqa telefon qilishim hozir? Men boshqa choram qolmadi hozir. Siz menga shunaqa variant qo'yib beryapsiz hozir. Meni majburlamoqchisiz hozir. Ketayotgan ishimni to'xtatib qo'yib hozir. Kelmaysiz unda, bo'lmasa sizga hozir biz ham yana chora ko'ramiz bo'lmasa mayli. Siz qanaqa chora ko'rsangiz, keyin men chora ko'rishini u yog'ini tegishli joydan hal qilib olaman. Siz hozir qanaqa chora ko'rishni istasangiz. Men sizga O'zbekiston gapni eshiting. Xo'p, ana siz men anaqa siz aytgan odamlaringizdan emas, men sizni ana qo'rqib sizni anaqa qilgan. Men sizni yo'q deyman. Kelmasangiz kimman deb aytingda, men sizni topib olaman o'sha. Siz qo'pga tekshiraman, bo'pmi? Sizni birinchidan qo'rqitish niyatim yo'q. Terrorizmga qarshi kurash qaysi nima? Siz anaqa endi Mahmudni men huquqim bilaman, yoki yozaman, chizaman, gapiraman desangiz adashasiz. Meni qo'rqitdi. Men sizga mavzu bo'yicha chaqiryapman. Men Mahmudni o'zimni shu yo'nalishimda bo'yicha chaqiryapman sizni. Kegiz kelmasa, men sizga keyin o'zim endi yo'lni topaman siz. Sizda hozir baribir kelasiz men oldinga. Shuning uchun do'stona o'chi Mahmudga do'stona munosabatda bor, Mahmud kelib ketganingiz yaxshi bo'ladi. O'g'ringiz borida kelib ketingmi? Sizda hozir xuddi mana shu masala bo'yicha qonuniy hujjat bormi? Siz meni bez poveska chaqirishga. Bor-a? Yozib bera olasizmi menga? Men sizni bez poveska chaqirishga haqqim bor deb.
Ha? Bo'ldi, unda tinchlikda men siz bilan gaplashaman, bo'ldi. Allo. Mana ushbu holat bo'yicha shu nimada 10-iyun 6-oy 2015-yili shunday holat yuzaga chiqarildi. Menga shunday to'satdan qo'ng'iroq bo'ldi. Ko'chada ish bilan yuruvdim. Rahmatli onajonimni hamda Umrzoq dadamni shu nafaqalarini bankdan olish jarayonida bankda turibman. Menga shunday qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Men navbatim kutib turibman. Men to'satdan bo'lgan qo'ng'iroqqa uchib borib, ishimni tashab, navbatimni tashab, nafaqani olmasdan, rahmatli oyim bilan adam nafaqatni olmasdan men huzuriga borishim kerak ekan. Yana qayerga e'tibor bering, Selsibetga deyapti. Ya'ni Chinotim Ro'di o'sha terrorizm bo'lim xonasiga emas, Selsibetga deyapti. Aynan o'sha kuni Selsibet raisi keyinchalik meni jinnixonaga tiqib ruhiy kasalga chiqarmoqchi bo'lganda chiqara olmagan. O'sha adashmasam familiyasi Sherxo'ziyev, Baxtiyor degan kishi Selsibet raisi edi. O'sha Selsibet raisining nomidan hujjatlar, qalbaki hujjatlar to'ldirilib, uchastkovoyimiz Xayrullo va rahmatli bo'lgan Luftil akaning Selsibet raisining o'rinbosarining ishtirokidagi qalbaki tuzilgan ma'lumotnoma va tavsiyanomani Xarizdirskani qalbakiligini ko'rsatganligim bo'yicha o'sha holatda bo'yicha suhbat o'tkazganimda yuzma-yuz Baxtiyor akani o'sha kuni meni bular chaqirishgan. Selsibetga borganimda nimanidir uyushtirmoqchi edi bular terrorizm bo'limi boshlig'i o'sha Murod degan militsiya xodimi bilan. Va ushbu holat bo'yicha men vaziyatni aniqlik kiritish uchun bankdan chiqib, navbatim bo'lib, pulimni olib, soat 2 da chiqib qo'ng'iroq qildim. O'sha 2015-yili iyun oyida, 6-oyda qo'ng'iroq qildim 10-sanasida. Qo'ng'iroq qilganimda qarangki, telefonda olmadi. Va men keyin uyimga kelib soat kechki shu obedning soat 17 nechalarda ham qo'ng'iroq qilsam, telefonda oldida uzapsiz ham bormanda, o'sha yerda ertaga Rudiga keling deb poviska beraman dedi. Endi ushbu holatlar bo'yicha men yana alohida zapis qilib, yana sizga hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich ikkita video zapis murojaat, og'zaki murojaatim YouTube orqasiga yo'naltiraman, yetkazaman. Ushbu holatdan ushbu o'rin xodimi ham xabar topishi mumkin. YouTube'da ular ham ko'radi, vatandoshlarimiz ham ko'radi. E'tibor bering, poviskani olish uchun men huzurga borib, poviska yozib berar ekan, men olar ekanman. Shunda men pochtalarning xizmatini, o'rin xodimining xizmatini bajarishim kerakmi shunda? Poviskani borganimda bermasligini men guvohi bo'ldim-ku, ertasi kuni borganimda poviskani beraman keling deb bermasdan meni maynavotchilik qilib juda ko'p ishlarni amalga oshirdi. O'sha kuni meni diktofon zapiska yozdi, video syomka qildi xonasida o'tirib olib. Diktofon, video kamera yoqqanida siz deb hurmat qildi. Telefonni diktofon bilan video kamerani zapisi o'chirgandan keyin "San maynavotchilik qilmagan, yoqarmikan senga diktofon yoqish" deb menga o'shanaqa har xil tarzda juda ko'p muomalalar qilishdi. Har xil yomon tarzda. Va ushbu muomalalardan keyin men tushundim, o'sha jiddiy tusga ketyapti, advokat talab qilishni va bez kommentariy deb aytdim. So'zlarga javob bermasligim advokatsiz. Va shu o'sha advokat talab qilgandan keyin menga turaqol chiqib ketdi deb meni haydab soldi. Shunda bular asli maqsadi boshqa edi. O'sha kuni borganimda 10-sanada 6-oy 2015-yili. Ertasi kun borganimda boshqa mavzu bo'yicha mendan shunchaki suhbat o'tkazdi-da, suhbatda ukangiz Qozog'istonga qachon chiqib ketdi? Xullas ukam to'g'risida savol-javobni boshladi. Xullas kalam asli ular maqsadi nimaligini men tushunib yetgandim. Yosh bola emasman, men ham organda ishlaganman. Hamda mana shu qonuniy ishlar bo'yicha kurashim mana shu bugunga qadar 12 yildan oshdi. 2013-yil 17-19 avgust 8-oydan beri aynan Chinoz tuman ichki ishlar boshqarmasining tegishli deb aytib bering, hozirgi kunga qadar tegishli xodimlari va boshliqlari juda ko'p nopok, adolatsiz nohaqliklarni, tuhmatlarni, yolg'onlarni amalga oshirib, hujjatlarni to'ldirib va ularni muhrlab, imzolab, ro'yxatlarga olib, kiritib va ularni menga nisbatan qarshi ishlatib, meni juda ko'p adolatsiz, nohaq jazolashlarga ular yaxshigina kirishganda xo'rlanib kelmoqdaman. Endi ushbu organ xodimini oldiga borganimda, Rudiga
Chinoz tuman ichki ishlar boshqarmasiga borganimda qarangki, telefonimni majburlab olishini ham tushuntirgan, o'z zapisi ham bor menda. O'shanda men mayli qani bu odam yana qanchalikgacha boradi dedimda, yana qo'shimcha qo'polliklarni, qanaqadir yomonliklarni ko'rish uchun bo'ldi, telefon topshiraman deb telefon topshirdim. Akssiz. Men garchi akt talab qilsam ham bular aktsiz topshirdi. Biron bir hujjatlarni ko'rsatmasdan, ular qaysi hujjat asosida, qaysi qonun asosida menga ro'ka chiqayotganliklarini va shaxsiy mulklik egalik huquqimga qarshilik qilayotganliklarini qog'ozda, qonunda ko'rsatib berishni so'ragan edim. O'sha kuni telefonim topshirgandan keyin keldida peshanamga peshanasini qo'ydida, hozir urib dedi, mayib qilaman seni dedi. Keyin men ham unga peshanam tutib turgani uchun ur davay dedim. Shunaqa baqirdim, ur davay dedim. Uraman degandan keyin ancha menga baqirdi. O'sha yerda keyin urmadi. Shu bilan aytib ichkari kiring, men bilan gaplashaman dedi. Bo'ldi, kiraman ichkariga dedim. Kirdim ichkariga. Kirgandan keyin o'shanaqa holat, diktofon yo'qdi, video syomka qildi. Men konstitutsiyamizning 116 hamda 30-35, 22 xullas tegishli moddalarni eski konstitutsiyamizda, yangisida emas, o'shanda ko'rsatib berdim va u oxiri advokat talaffuziga chiqarib yubordi. E'tibor beringizlarda, organ xodimi o'zini hukmdorlik ila hukmronligini o'tkazish uchun fuqaroning huquqini chetga surib, men unga ustingni shikoyat qilaman desam, men san qo'rqadigan odam emasman deb tushuntiryapti. Odatda fuqaro murojaat qilishini tushuntirsa, u rajatmi? U qo'rqitishmi? Fuqaroning huquqi borligini biladi-ku. Aksincha aytish kerak edi. Bu sizning huquqingiz, sizning huquqingizga qarshiligimiz yo'q. Xohlagan joyga shikoyat qilavering deyish o'rniga, men san qo'rqadigan odam, o'ylagan odam emasman deb gaplarni aytib yotibdi. Bu fakt, dalil meni qo'limda mana haligacha turibdi. Men bu bir necha yillik zavslarni hatto uydagilar ham bilmaydigan joylarga yashirib kelmoqdaman. Chunki kam odam bilgani yaxshi va bu haqiqatni ko'rsatib berishim undan ham yaxshi agar vatanimizda, ya'ni ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida ham qonunan, ham vijdonan, ham shariatan, ham mantiqan darajasi a'lo bo'ladigan, yaxshi ishlaydigan vijdonli vatandoshlarimiz, o'rin xodimlar, amaldorlar, shifokorlar bo'lsa, hali menga sidqi dildan to'g'ri yordam berib, bor haqiqatni to'g'ri qabul qilib, tegishli amaldorlarga, o'rin xodimlarga, shifokorlarga chora, fuqarolarga chora ko'radigan sud tizimida ko'proq aytay, umuman ko'rmadim hali. Birinchi instansiya sud tizimi, birinchi sud qanday qarorga kelsa, o'sha qaror shu bo'yicha qoladi, chunki uni himoya qilish kerak. Agar qaror bekor qilinsa, ularga nisbatan chora ko'rilishi kerak. Mana shuning uchun har bir boshqarma, har bir xodimini o'zini ham himoya qilish uchun faqat meni murojaatlarimni to'g'ri qabul qilish emas, noto'g'ri qabul qilish bilan o'zimni noto'g'ri hal qiladi. Zakaz sudlar bo'ladi, qalbaki tuhmatli, yolg'onli hujjatlar to'ldirib, ular muhrlab, imzolanib, tasdiqlanib ishlatiladi. Endi bu haqiqatda hamma inkor etaveradi endi. Lekin men bir narsani to'g'ri tushunaman. Alloh oxiratda bularni hech birini shunchaki tashab qo'ymaydi hali. Mana shu o'rin xodimining qilgan ishini ko'ryapsizmi? Qanday menga nisbatan dag'dag'alar bilan hukmdorlik ila hukmronligini o'tkazmoqchi menga. O'sha kun sertifikatga borganimda aniq meni terrorizm bo'yicha biron bir korxol holat bo'lib, meni ustimga tuhmat yolg'onlar bilan men terrorizm bo'yicha jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida qamalib ketgan bo'lardim. Mana shu so'zim. Aslida mana shu so'zlarim hammasi rostligini hamma tushunib turibdi. Terrorizm bo'lim boshlig'i o'sha paytdagi hozirda sobiq Murod ismli militsiya xodimining, militsiya zobidining qilgan muomalasi mana shu. Mana shundan iborat. Va qo'shimcha darslarda ham men yana o'z so'zlarimni ilova qilib sizga taqdim qilaman, hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bugun mana 28 noyabr 11-oy 2025-yili. Men o'z boshimdan shunday kunlarni o'tkazib kelyapman. Shaytanatdagi holat buni oldida qo'pol aytganda yerimda bo'lib qoldi. Ruhan sog'lom topilsam, ruhiy kasallikka chiqarilgan odamman. Atiga bor o'z Toshkent shahridagida Respublikanskiyda ruhan sog'lom topilgan edim sud tibbiy ekspertizasida. Men yolg'onchi va tuhmatchi adolatsizlarga qarshiman. Ular o'zlari bilishadi kimliklarini.